Qiz farzand o'zini otasini o'pishi mumkinmi? Ota o'zini qizini o'pishi mumkinmi? Ham mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Fatima onamiz kirganlarda payg'ambarimiz turib, qo'lidan ushlab, qizini o'pib, o'zini majlisiga o'tkazganlar. Va payg'ambarimiz Fatima onamizni uyiga borganlarida Fatima onamiz ham xuddi shuni qilib, payg'ambarimizni qo'lidan ushlab o'tkazib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'pganlar. O'zini qizini o'psa bo'laveradi, modomiki fitnadan omonda bo'linadigan bo'lsa. Qiz farzandni o'zini otasini oldida kiyadigan libosi. O'g'il bolani o'zini onasini oldida o'tirib kiyadigan kiyimi. Bu ham alohida mavzu, alohida e'tiborni talab qiladi. Endi qiz bola ekan, otasini yoki akalarini oldida o'tirar ekan, o'zini xonasida yotganda kiyadigan kiyimlarni kiymaslik kerak. Shaffof, nafis kiyimlarni kiymaslik kerak bo'ladi. Hozir aytib turibmiz, ota-onasini oldiga chiqib bo'lmaydi bunaqa kiyim bilan, lekin ko'chada yurishibdi. Ko'chada yurishibdi. Ota o'zini qizini sochini ko'rishi mumkin, bo'ynini ko'rishi mumkin, tahorat olganda yuvadigan a'zolarni ko'rishi mumkin. Albatta bu ham fitna bo'lmaslik sharti bilan. Endi o'g'il bolalar ham o'zini onasini oldiga kelganda, onasini oldida o'tirganda, avrat to'g'ri, kindiy bilan tizza avrat, lekin onangizni oldida yalang'och o'tirishingizni tasavvur qiling. Insonni tabiati ko'tarmaydi o'zi. Agar fitrat o'lmagan bo'lsa, fitrati, tabiati sog'lom bo'lsa, onasining oldida hech qachon yarim yalang'och o'tirmaydi. Kiyim masalasida bizga birodarlar g'arb talqin qilgan bu modani biz qabul qilavermaylik. Boshimizga kiyib olavermaylik. Nima? Masalan, kiyim kiyib yurasizlar, ukalar, mana yozuvlar turibdi. Har xil yozuvlarda, masalan, inglizcha yozib qo'ygan bo'lsangiz, kiyib olaverasizlar. Nima deb yozganini bilasizlarmi? Ha, bir boshqacha so'zlar bo'lsa, qayerdan bilasiz uni ma'nosini? Musulmon odamga yarashmaydi. Hatto mana kiyimimizdagi hali hayvonlarda, jonlilarda surati bor. Haligi firmalar bor, hayvonlarda surati bo'ladi. Shu ham kichkina bo'lsa bo'laveradi. Agar ichida kattaroq bo'lib qolsa, makruh bo'ladi namoz o'qishlikka.